Mana arzon kalotka, mana buni tekshirsa bo'ladi, qaranglar. Buni ichida temiri ko'p. Mana bu yaxshi kalotka. Mana ushlamayapti. Ushlamaydi. Bu esa marhamat, mana ko'tariladi. Temir ichida ko'p bo'lsa nima bo'ladi? Kalotka yeyilishi o'rniga chillab ovoz chiqaradi va kalotka yeyilishi qiyin bo'ladi. Uni o'rniga oporni diska yeyiladi. Video juda ham foydali. O'shaning uchun bitta like bosib, bu videoni chopirlarga jo'natib qo'yinglar. Mana bunaqa arzon kalotkalar olib qo'yib, keyin ko'chada avtobusga o'xshab chillab yurmasizlar. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, mana shu 5 ta kalotkani sizlarga hadya qilmoqchiman. Любой xil mashinaga bor, kommentariyaga qanaqa mashina menishingizni yozib qoldiring, videoga like bosing. Xudo xohlasa, bir haftadan keyin mana shu 5 ta kalotkani g'olibini aniqlab sizlarga jo'natib yuboraman. Ichidan kim nimalar chiqargan? Perchatkasi ustalar uchun, oporni diska uchun sprey bor ekan, u kalotkani o'zini smaskasi, super palislar uchun smaska hamda yana oporni diska uchun smaska. Juda ham yumshoq deyaptilar, keramический. Agar sizlarga ham kalotka kerak bo'lsa agar, bemalol magnit bilan tekshirib olsalaringiz bo'ladi.